Sizda biza o'xshamayapti yokida cho'kib qolyaptimi? Ekranga yaqinroq keling, o'rgatib qo'yaman. Muznikini 8 ta tuxum uzoqini bitta idishga solamiz. Oppoq ko'pik bo'lgandan keyin 350 gram shakarimizni solib, oz-ozdan ko'pirtiramiz. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmaymiz. Birdaniga shakarni sovarsiz, kremingiz saqichga o'xshab qoladi, biza o'xshamaydi. 1 pachka vanilin va yarim choy qo'shig'ida limon suvini siqib sovulamiz. Tayyor bo'lgan bizamiz kremi shunaqa qattiq bo'lishi kerak. Idishimizni ag'darganimizda ham joyidan qimirlamasa, demak krem tayyor. Konditer qopimizni olamiz, xohlagan formamizni berib olamiz. Qizib turgan duxovkamizni 180 darajaga to'g'rilab, listimizni joylashtiramiz va avval tagini, keyin ustini yoqamiz. 40-45 daqiqada pishib chiqadi. Yokida siz quruq bizani o'zini pishirmoqchi bo'lsangiz, 120 darajada 1,5-2 soat davomida bezani yaxshilab singitib pishirib olasiz. Toza pishib chiqqan bezadan xuddi shunaqa ovoz chiqishi kerak. Joningiz sog' bo'lsin, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman.